Krasavchikmidi bu? Buldozer 2 qo'chqorimiz. Buldozer. Buldozer 2, laqabi Buldozer 2. Yoshi 2,5 yoshda. Aha. Yani shu sovg'alarga qo'yganmiz. Buni xo'sh 2 yil oldin 6 ming dollarga sotib olganmiz. Buni. Ha. Hozir 100 ming turadi. 2 yildan beri mana bolalarni olyapmiz. Bolalarni уже 20 ming, 30 ming, 50 mingga ham sotishman. Dahshat. Bu o'zi qo'chqorni o'zini ham yaqinda 100 ming dollarga sotmadi. Voy, Bizga taklif berish sotmadi. bir yil oldin 2 yil. 2 yil oldin 2 yil olganmiz. oldin 6 ming dollarga olib, hozir 100 100 ming dollarga bermayapti. sotilmayapti. Bundan Endi uni nechta qancha chiqdi bolasi? Buni bolalari 2 yildan beri 100 tadan oshiq bola olganmiz. Dahshat. Voshcha, bu kimniki? Siznikimi? Ilhom akam. Ilhom aka millioner ekansiz. Dahshat ekan. Bu значит, agar bizani odamlar hozir puli bo'lsa, qo'chqor olib qo'ygani yaxshi, shunaqa? Qo'chqorni ham masalan qoni toza, kelib chiqishi aniq bo'lgan. Naslli qo'chqor olish kerak. Bu titrab ketar ekan, aha. Qo'chqor masalan parametriga qaraysiz. Parametri mana buni bo'yining balandligi 1.9 1.10 sm. Bunaqasiga uzunligi 1.75 sm. Qarang, men bilan почти. Bu qo'chqor живой vesi 200 kg hozir sog'liqlarda yurgan holatda. Bu hali boqilmagan. Bu agar отдельно boquvda ajratilib ratsion bilan boqiladigan bo'lsa, xudo xolasa bu 220-250 gacha boradigan qo'chqor. Kasali yo'q-a uni? Yo'q, privkalari, hamma emlashlari qilingan. Bularda bitli bo'ladimi? Bo'ladi, bularga. Ha, bit bo'ladi. Bunda yo'q. Yo'q,